Assalamu alaykum hürmetli radio anlıqçılar. Adabiy anlatış programımızda anlaşılarını qarşı alamiz. Bugünkü programımızda yazğıcı Halida İsrail'nin Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anlatamiz. Voy qandoq qilay, mening qizlarim naladi. Kimlarning qo'lida xo'rilinib yurdi qandu. Nima kunlarni ko'ryotdi qandu. Men har qaysini pek obdan bilaman. Chechini parqirtib qarashib olganing bilan insof yo'q senlarda. Anam meni, dadam meni. Nemishqa orzulabdiki, mening bundaq bo'larimni nemishqa o'ylamabdiki. Saat 8:20 bo'lib qolgan bo'lsa-mu, O'ruq Cho'kan texichi ishxonaga kirmadi. U yotoqda nimalarnidir qatlab, nimalarnidir tiqishtirib qitirlab qolgan edi. Xiyolida menga ishlanmay ba'zi narsalarni yoshirvasi kerak. Mudir hali soatiga hali ishga qarab toqat qila olmadi bo'lg'ay, yig'inni boshlaverdi. Akbar muallim bilan ikkimizni bir qur tanishtirib, qisqacha qarshi ilish nutqi so'zlab bo'lgandan keyin konularni tanishtirishga tushdi. Oldi bilan o'zi ismining Tursun Kerem ekanligi. Turli sabablar tufaylidan yuqori ma'lumotlik bo'la olmagan bo'lsa-mu, rahbarlik iqtidori va tajribasining hech qanday yuqori ma'lumotliklardan qolmaydiganligi ustida to'xtaldi. Ikkinchi bo'lib Saud ismli qeyri o'qituvchini staji eng uzun, eng qobil o'qituvchimiz deb bir tag'or maqtadi. Saud Axun bo'lsa shuncha madihiya sadolari ostida qilch tavrimay o'z ishini ilgari suraverdi. Beshini ko'tirib yoki tishining iqini ko'rsatibmi qo'ymadi. Uning yuqori graduslik ko'zoynak bilan yo'g'on bir burundili tarkib topgandek ko'rinadigan tatrang'u chiroyida Kim ketidi, menga nima etdi? Sandaklarni ko'p ko'rganman. Moshundaq rasmiyat, quruq gaplarning nima ahamiyati bor? degan ma'no chiqib turadi. Koridorda egiz poshliq oyoqning taraqlagan ovozi anglanib, O'ruq Cho'kan kirib keldi. U ostinqi levini tishlab, dadasining toyiqidan qo'rqayotgan kapsiz boladek cho'chib o'rniga ketayotganida mudir orqasidan yevatkudek qilib olaydi. Ishxonada bir paz ko'ngilsiz jimjitlik hukm surdi. U uchtun tut kelini qattiq bir qirib etib, chiroyiga kulgi yugurtib, eshik tubidagi bo'sh o'ringa pat-pat ko'z tashlab qo'yib, so'zini davomlashtirdi. Tarix ismli yana bir xizmatdoshimiz botdi. Bugun ishga kelamadi. U davomli shundoq. Demakchimanki, ideyada xotirjam emas, yosh bolalar emasmi? Bu yerda ishlasak shaharlik qizlar yaratmaydi ekan deb, yo'tkilib ketishning ko'yida yuriydi. Shahardan o'rinmi topdi. O'qituvchimiz oz deb qo'yib shundoqdimi tutib qololmasmizmikin deb ansirab turardik. Yaxshi yeri qizlarimizmi babab qoldi. Bizga yordamlasha deb o'ylaymiz. Sapkun yuzlik ayolning ismi Soyib Jamol ekan. Yo'ldishimu, bolasimu yo'q ekan. Maryam ismli O'ruq Cho'kanning eri qanday ishlaydi ekan. U kichik ishki bolasini tashlab, eridan yomonlab bu yerga kelib olg'ili 2 oydan eshibdi. Tunishtirishlar tugishi bilan ishxona birdala voyshildab qaynab ketdi. Ishga ayol o'qituvchi bas-basda so'z elib g'azabdan qizargan, titrashgan holda o'quvchilarning intizomsizligi, adab qoida bilmaydiganligidan qaqshashdi. Saud muallim ba'zi darslik kitoblarning texichi elib kelinmaganligi, ba'zi sinflarda parta o'rindiq yetishmayotganligi to'g'risida qaynab bo'g'ilib ketdi. Mudir o'qituvchi va moliya kuchi yetishmasligi tufaylidan qilmoqchi bo'lgan nurg'un ishlarning tashlanib qilayotganligi. Hozircha yanala ko'pchilikning Yuygoning tog'ni yo'tkishidek ruhni joriy qildirib,
bir o'qituvchi hamma darsning hudisidan chiqa oladigan. Birla vaqtda ko'p xil dars o'talaydigan iqtidor yetildirishning zarurligi to'g'risida so'zlab, qolganlarni oz to'li pastgo'yga tushirgandek bo'ldi. Oxirida darslarni bo'lishdik. Har birimizga 3 xildan 5 xilgacha dars to'g'ri keldi. Men yangi bo'lganligim uchun hozircha adabiyot bilan tarix o'tadigan bo'ldim. Akbar muallim ishimiz kelar haftadan boshlab darsga kiramiz. Yotgan ko'rpalarimning ustida o'zimga tava bo'lgan o'sha tutqir siminimda dum yetib dars tayyorlayapman. Adabiyotni bir nima qilarman. Shug'unisi Jungo tarixiza. Dars o'tadigan odam shu darsni suvdak bilib olishi. O'quvchilar so'rash ehtimoli bo'lgan savollarga tayyorlik qilib qo'yishi kerak. O'tir maktab deganda shundoq pochaqchi bolalar borki, qachon seni chandurib qo'yarkan deb poylabli turishdi. Birar qitim duduqlab qoldingmi, bo'ldi. O'lgichi ko'ziga ilmaydi. Hay, kasofat sulollarning tartibini yana almashtirib qo'ydim-ku deyman. Daqyanusning vaqtida o'tgan sulolalar hozirgi zamon bolalarga nimaga kerak bo'lib qoldi-kin? Butun vujudim bilan o'sha sulolalarning ichiga kirib ketibdiman. Ustimdan chekildab temayotgan suvni. Yenimga qo'yib qo'ygan adabiyot kitobim bilan daftarlarimning chip-chip yo'l bo'lib ketganligini sezmabdiman. Yotgan o'rnimdan sal midirlab edim. Bir necha tomchi suv bo'ynimdan uttir dumbamga eqib kirdi. Men yotoqni qop o'tirdan ishkiga bo'lgan kirtanisiga, uningga esilgan kiyimlarga, eshikning yenidagi yo'g'on sanduqning ustida o'ltirib, bolasiga paypoq to'qiyotgan Maryamga o'chmanlik bilan qaradim. U uyning besatlarini o'g'irliqcha to'shib, yotoqda puttiqidek yer qo'ymadi. Ostidagi oshu yo'g'on sanduqni mushu yakshanba kuni akilib oldi. Aytishicha, u har qitim erining uyda yo'q vaqtini paylab boradi ekan. Agar uyda eri bo'lib qolsa, jidal chiqmay qolmaydi ekan. Shuningdan tartib eshikdan yenicha kirib chiqadigan bo'ldik. Uni oz degandek o'zi ustiga chiqib o'ltirib oladi. Qaysi bir kuni Soyib Jamol o'ltirib salgan edi, sanduqim g'irislayotdi, sungan o'xshaydi deb yerim kun ko'tildi. Shu topda u qasdan qing'ishib naqsha aytib, hech narsani bilmagan bo'lib o'ltirdi. Qandoq qilg'uluq? Gap so'z qilmay o'rnimdan chachirab turdim. Beshimda yang etaklarini sangiltib esilib turgan ko'ni mayka, yubkalarni shirtildatib bir chetga survatdim. Amdi kir suyi o'z egisining yotgan ko'rpalari ustiga tamg'ili turdi. Amdi navbat menga keldi. U o'rnidan turib, dal orqamga kelib turdi. Men tayyorlik holatida turdim. So'qishni mendan ko'rsin. Kichkimda mushlashishda o'g'il bolalarimi menga teng kelolmaydi. U birdilla kayniga qaytdi. Sanduqning yenidan kirdesini elib, ko'rpisining ustiga qo'ydi-da, joyiga berib o'ltirib, paypiqini qo'liga oldi. Kir suyi dasqa tirik qilib temishga boshladi va bara-bara chik-chikka o'zgardi. Menga bekmi tonish bu ovoz meni uzoq o'tmishning yaqinlik, she'rin dunyosiga boshlab ketdi. Bir zamonlarda dunyoning bir burchigida tosh yotqizilgan kichkina hovlisida hashqi pichak, rayhon gullar echilib ketgan bir eg'izli qorong'u uyda bir rahimdil mo'moy bilan uning nevrisi turadi. Mo'moy choq egirib, do'ppi tikib, o'zini va nevrisini boqadi. Uning bu dunyoda eng ansiraydig'ini yomg'ir edi. Chunki ularning uyi bekmi ko'ni bo'lganlikdan yomg'ir yog'sala tomchi o'tib ketadi. Ammo qizchaq uchun bayram bo'ladi. Mo'moy uyining bulung-bulunglariga dos tangna, chini tovoqlarni tizib yetadi. Taraf-tarafdan chikildab oqqan suv tomchilari birlashib, shundoq bir ajoyib orkestr hosil qiladiki, qizchaq o'nglagancha mabtun bo'lib ketadi. Ashu sadolar ichida uyquga ketib, ajoyib go'zal tushlarni ko'radi. Yo'tkilishga bo'lgan oxirgi ishonchim va hamma umid orzularimdan qishliq ta'tilda ayrildim. Nagili borsam, oliy ma'lumotli ekansiz. Sizni xushallik bilan akilib olgan bo'latdik. Shug'unisi maktabimizda ayollar bak ko'p. Bizga zaruri o'qituvchi edi. degan javobni olaman.
Dastlabki chaqlarda ashularning yoqisiga esilgan. Ko'zining ichiga qarab turib, "Sizlarning nazaringlarda ayol kishi odam emasmi? Er bo'lganliginglar uchun o'zinglarni shuncha qaltis yig'lamsizlar? Sizlarni mo ashu hech nimaga yaramas ayollar tug'maganmidi?" deb so'rashdan o'zimni orom tutib olatdim. Keyincha un chiqmaydigan bo'ldi. Demak, dunyo shundoq dunyo. Reallik degan kitobdagi gaplarga, shuor chaqiriqlarga o'xshamaydi. Rost degandek tövanga taqsim qilinib ketgan bir necha o'g'il savodishim yana kelib ba'zi elibni cho'moq deyolmaydiganlarmi Urumchiga. Cho'ng-cho'ng idorlarga yo'tkilib kelib oldi. Bu dunyoda o'g'il bola erkak bo'lib tug'ilmoqning o'zimi bir omad ekan. Qiz bolalar bo'libmi menga o'xshash satlarning holiga voy. Shuningdan keyin maktabim ko'zimga uncha bola sovuq ko'rinmaydigan bo'ldi. Nemali bo'lmasin, meni illiq quchoq ichib kutib olgan birdan bir makonda bu. Men endi hech nega ketmayman. Yolvursimi ketmayman. Bu yermi odam yashaydigan yer. Mushu yerning bolalarimi shaharning bolalariga o'xshash. Agar bu yerda meni oladigan birisi chiqmasa, men mu hech kimga tegmayman. Yana yakshanba keldi. Men bu yerning yakshanbasini shunchalik yomon ko'raman. Yotoqdoshlarim shanba kuni tushdila ketib qilishgan edi. Kechqurun Savut muallim bilan mudir ketdi. U ikkisining uyi Kan oilliklar rayonida. Maktab darvozasining yenidagi koni uylarda maktabning birdan bir haqiqiy xo'jayini bo'lgan Zabxoz bola chaqalari bilan o'tirdi. Uning bolalari shunchalik ko'p. To'g'olari uningdan ko'p. Belidan peshtami ayrilmaydigan semiz ayoli qachonli qarasa sapma kashini so'rab, bolalari bilan to'g'ollarning orqasidan yugurib yurdi. Men uningga ajablanish bilan qarayman. Uning ko'zlaridami xuddi shunday hissiyotlarni ko'raman. U ichida o'qiyman, ishlayman deb mushiyalarda tikandek yolg'iz yuriydi. Ishini yaratmaydi. Ziyolisi bu yerda bo'lmasa, loyiq topolmay umri o'tib ketamdi texi. Hey, qiz balog'i taschumu deb o'ylaydi. U menga shaharda ishlaydigan ikki bolaliq bir bo'ytoq kishini tanishtirmoqchi bo'lgan edi. Men rad qildim. Shuningdan keyin uning menga bo'lgan muomalasi birdila o'zgarib ketdi. Meni amdi ilgirkidek uyga kirib o'ltirib chiqing demaydigan bo'ldi. Atigan shaharga kirmoqchimi bo'ldim. Ammo yanali kirgim kelmadi. Nima qilg'ili kiraman? Baxtlik, ko'ngildagidek jubta loyiqlari bor savoqdoshlarimni, ularning sahroliklarga qaragandek ustunlik bilan qarashlarini, ich og'ritishlarini ko'rish uchunmi? Darsliklarni birdan varaqlab boqdim. Xush yoqmadi. Radioni ochdim-yu, ohongi ham teksti bir-biriga shu qadar o'xshab ketadigan yiqimsiz naqshlardanmi birdamdila bezar bo'ldim. Oxiri yostiqimning ostidan qora toshli xotiramni oldim. U shu chaqlarda qo'ldan qo'lga o'tib ko'chirilib yurgan Chali qushi romani edi. Men uni intayin astoydillik bilan ko'chirib, mushunda xotiradan 3 ta to'shqizgan edim. Ani shuningdan tartib necha qitim o'qidimkin, o'qisam qanmayman. Uningdan chin ham yumurlik hissiyat, go'zal til, ajoyib muhabbatga maftun bo'lib ketdim. Biroq shu topda Chali qushimi menga yordam beralaydigandek emas. Chali qushi ajoyib go'zal. Uni ko'rgani yaxshi ko'rmay qolmaydi. Uning kamrani tashlab ketishi faqat erkin oynoq qizlarning qiyidishi, qo'ylinishidan boshqa narsa emas. Men bo'ladigan bo'lsam unda qilmaydim. Qora chumballik xotinni to'yg'izib, ikkinchi yo'limiz qilib haydab etdim. Uningdan keyin doktor o'lib ketgandan keyinmi, uning so'ygan yigitidan qochib yurgani nemisi hech tushunalmadim. Qisqasi, Chali qushi nemali qilmasin, qanchalik jafolarni tortmasin, u baxtlik. Uni nurg'un kishilar yaxshi ko'rgan. Uning uchun ahli xushlaridan ayrilgan. Men-chu hayotimda momamdan boshqa birisining yaxshi ko'rganligini aslayolmayman. Nima uchun odamlarning ba'zilari sat, ba'zilari chiroyli bo'lib tug'iladigandu?
nima uchun shoir, yozuvchilar chiroyliqlar to'g'risida yozadigandu? Nima uchun reallikdagi chiroyliqlar kitobdagi chiroyliqlarga tubdan o'xshamaydigandu? Dum yetib elib aynakka qarashga boshladim. Bir tutam chechim shu hamon oldimga tushib ko'zimni to'sdi. To'siversin. Qanchalik ko'zlar edi u? Savoqdoshlarimga ko'zing hammadan chiroyliq. Bo'libmi kulgan vaqtingda yulduzdek chaqnab ketidi deydigan. Biroq menga azaldan yulduzdek ko'rinmaydi. Shalon qosh kirpikim, yo'g'on og'zim hech qanday kishini o'ziga qaratolmaydi. Faqat tishlarimni chiroyliq, qator, ratlik ham oppoq. Teximni parqartish uchun kunda 2 vaqt cho'tkalayman. Shug'unisi umrimda biror yigitning biror qizning tishlari chiroyli bo'lgani uchun yaxshi ko'rib qolganini anglamadim. Eshik chekildi. Menga shundoq anglanib ketgandi. Eshikni kim chekatdi deb qimirlamay yetaverdim. Eshikning chekilishi yana takrorlandi. Sakrab qopib eshikni ochsam, eshik tubida Akbar muallim. Bosh bahorning optipidan ko'zlarini qisqanicha kulimsirab turdi. Uning kulimsirashlariga, yigitlardek qaddi qomatiga, atran popaykisining yoqasidan ko'rinib turgan oppoq yoqasiga qarab birdilla so'yinib ketdim. Qopiliqlarim to'zg'oqdek to'zib ketdi. Xuddi oy sharda qadinas og'inisini uchirtib qolgan uchquchidek taajjub va xushalliqdan o'zimni bosolmay qo'llariga esilib turib to'livetdim. "Voy, siz mubokansizg'u, men texi jahonda o'zim yolg'iz qoldimmikin debdiman." U yotiqida tomoq aytibdi. Yolg'iz yegisi kelmaganlikdan meni tomoqqa taklif qilib ketdi. Mundaq taklifga rozi bo'lmamdigan. Tayyor tomoq uning ustiga ko'ngildagidek ham suhbat turgan yerda. Billi kelganimizning xotirasimikin, ikkimiz boshqalarga qaraganda bir-birimizga yaqinroq turamiz. Nurg'un masalalarda ko'z qarashimiz bir yerdan chiqib qoladi. Men uning paranglarini anglashni yaxshi ko'raman. Oddiy, yumurliq, o'ylagancha mazmunining cho'nqurligini his qilasan. Ammo u bugun so'zlamadi. Piyolamni helidan heliga to'ldirib qo'yib, jimjit o'ltirib mening so'zimni tinglashdi. Men o'zimni tutolmay so'zlab ketdim. Momamning uyi, tushlarim, heliqi teksti va ahongi bir xil naqshlar, choli qushi, zerkarlik sulolalar. U menga yotoqda radioni pasrak qo'yishni, yotoqdoshlarim bilan mumkin qadar aplashib olishni, amaliyotda ularning turmushdan azor yegan, baxtsizliklari o'ziga yetib oshadigan, hesdoshlik qilishga tegishli ayollar ekanligini, ulardan yanada ba'zi narsalarni o'rganib olg'ili bo'ladiganligini aytdi. Ular menga dushmanlik bilan qaraydi. Men yotoqda darsni tayyorlay olmayman. Undaqda darsni ishxonada tayyorlang. Odatda menmo kashtari ishxonada tayyorlayman. Sohib Jamolmi shunda qiladi. Oldimga tushib oladigan bir tutam chechim yana ko'zlarimni to'sib oldi. Men ochiq bilan beshimni orqaga silkidim. U menga qarab beshini chayqab kulyapti. Siz muza, xuddi kapsiz o'g'il bolag'iga o'xshaysiz. Qarang, chopiningizning tugmasimi to'liq emas ekan. Siz degan hozir o'qituvchi bo'lib qoldingiz. Kiyim-kechakni ratlik kiyishda o'quvchilarga ulgu bo'lmasangiz qandoq bo'ladi? Eng yaxshisi darsxonada kiyishga bir qur kiyim tiktirib oling. Uningdan boshqa qilichingizmi yo'q ekan. Atiyaz kirib qoldi. Buningdan keyin bu yerlar patqoq bo'lib ketadi. Ya Allah Akbar muallim. Xalqning yurish-turishiga sapsilishda ayollarmi sizga yetisholmagudek. Bo'ldila, buningdan keyin bizga maslahatchi bo'ling. Nima elib, nima kiyishni sizdan so'rayli, ha? Men oldi keynimga erxonlab o'ltirib, to'xtamay so'zlaydim. Kulatdim. Yana qandaqdir o'tkir, ochiq so'zlarni izlab uning zitiga tegmoqchi bo'latdim. Ammo u kulmadi. Meni ayblabmi ketmadi. Shu kuni oqshimi uzoqcha uyqum kelmadi. Dadamni o'ylab yotdim. U mangzadila, chechingni tarab yur, chopiningning tugumisini at, paloni kiyimingni kay demaydi. Ishxonamizdagi heliqi davomliq bo'sh turadigan o'rinning egasi. Farruq oxiri ishga keldi. Oqut siyriq to'lqinsimon sochlarini orqasiga qayirib taragan. Qoshlari qorlig'ich qanotidek qayrilib turadigan. Qo'y ko'z, qonsarliq bu yigitni ko'rib,
birdili o'zimni yo'qotib qo'ydim. Go'zallikning kishining ko'zini qamashtiradigan bir xil sehriy kuchi bo'ladi. Bo'libmi, men o'zim chiroyli bo'lmoqachqimikin, chiroyli qiz yigitlarni ko'rsam o'zimchila huduqiman. Ular bilan oz to'la orlashib, qalbining chiroyidek go'zal emasligini bilganda bo'lsa, qalbimdagi e'tiqod, havas, hasadning o'rnini mansitmaslik, nafrat egallaydi. Shu topda u yovuz ko'zlarini qisib, menga kulimsirab qarab turadi. Men bu ko'zlardan tayinliqli bir nima ekansan. Biroq xeli holim boda qiladi. Lekin ko'zlarining sehri kuchi oldida sen nima etding? degan ma'noni tushundim. Uning ko'zlaridagi dal ashu ma'no birdili g'azabimni keltirdi. Nadin kelgan jasoratkin dodil qadam tashlab, uddul oldiga bordim. Uning chiroyli yuziga xuddi kesik tomga qaragandek qarab salomlashdim. U menga hayron qilayotgandek, hatto sal huduqqandek ko'rindi. Mudir ikkimizni tunishtirayotganda bo'lsa, uning chiroyida bir xil astoydillik ifodalandi. Men ichimda uningga nisbatan menga mushundoq sovuq pozitsiyada bo'laman deb qasam ichdim. Bu dunyoda g'am andisha deganni bilmaydigan, xushallik, o'yin tomosha uchun yaratilgan bir xil kishilar bo'ladi. Ular o'zi bilan hamma yerga yengillik, shod-xuramlik elib keladi. Ularning ta'siriga uchramaydigan, ularni yaxshi ko'rmaydigan odamlar bo'lmaydi. Farruh ana shundoq odamlardan edi. Uning kelishi ko'pchilikning kayfiyatini xeyli ko'tardi. Ishxonamizda pat-patla ko'ngillik chaqchaqlar, to'risini ko'tarib o'tgudek kulkilar yangrab turadigan bo'ldi. Men Saud muallimning kulishlariga qarab hayron qoldim. Tova. Ilgari u menga kulishni bilmaydigan odamdek ko'rinadi. Yanala Akbar muallim qaltis odam. U ancha chiroyliqlardan bo'lmagani bilan kulgan vaqtlarda shundoq yiqimliq, dilkash ko'rinib ketdi. Uning oshu turqiga qarab, uning bilan yaqinlashdim. Ishchandagi hamma so'zlarini uningga to'kib bergin keldi. Men Farruhning uningga alohida hurmat va ehtiyot bilan muomala qilayotganini sezib, o'zimchila xushal bo'lib ketdim. Farruh birar haftagacha shaharning yangiliklari, o'ltirish, bazmi so'rinlardagi latiflarni so'zlab bizni zeriktirmadi. Shanba kuni shaharga kirib ketganda boshqalar uni endi yana bir ishga oysiz chiqmaydigan bo'ldi deyishgan edi. Ammo u dushanba kuni atiganda yana maktabda paydo bo'ldi. Uning kelishi bilan bir mishmish parang tarqaldi. Farruh shaharda bir vaqtda 3 qiz bilan yurayotgan ekan. Bir qitimliq to'ychida 3 qiz bir yerda paydo bo'lib qilib, bu ish oshkora bo'pti. Natijada to'ychi urush jidalga aylanibdi. Hatto ish sudga arz qilishgacha berib yetibdi. Farruh bo'lsa 100 obro'yliq ota-onasi bu ishni besib turguncha hasad va g'azab o'tida lovuldab kuyayotgan 3 chiroyli qizni tashlab bu yerga kelyapti. U bu qitim gitarni olg'ish kelgan edi. Har kuni oqshimi yotiqida o'ltirib, gitarni asta-asta chertib tangshaydi. Mundaq chaqda hammaylar uning yotiqiga to'plashadi. Zabxuzning ayoli, hatto bolalari qolmaydi. Xudoya tova. Xudo ba'zi bandalarga kelganda shunchalik kang qo'llik qilgan ekanki, ularga dunyoda bor afzalliklarning hammasini berib o'tgan ekan. Yana ba'zilarga kelganda bo'lsa, Farruhning ovozi gitarning oxirgi pardalaridek bo'sh, ammo do'lqinliq chiqardi. Gitarga tankash qilib, bulbullar sayrisa, sening ko'zlaring, sendan boshqa yarim yo'q degandek naqshlarni aytadigan bo'lsa, ko'zlarida chaqnagan seriq o't, ovozidagi titrak mung kishining yurak bag'rini ezib etadi. Kishi o'zini, oyog'i ostidagi yerni unutib, boshqacha sirliq, yo'chun, bekmi go'zal bir manzara ichida parvoz qilayotgandek sezadi. Har bir naqsha oxirlashib, gitarning do'lqinliq sadosi asta-asta sangar gugum qo'yniga tarab, singib, atrof jimjitlikqa cho'kkanda bo'lsa, hamma kishi uyqusidan texi uyg'onmagandek, ko'rayotgan tushlarga qiyolmayotgandek bir nuqtaga tikilib o'ltirib qilishadi. Men uning naqshi etgan chog'dagi seriq o't chaqnab turadigan behush ko'zlarini birli ko'rib qo'rqdim. Bu ko'zlarga asir bo'ldim.
tugashgan shu. Barlig'ing, ismi jisming kuyib kul bo'lmoqcha to'xtamaysan. Eng yaxshisi uningdan yiroqdir. O'zim yolg'iz yotoqda o'ltirsam, nemishqidir ichim siqiladi. Quloq tubimda gitarning mungluq sadosi yangrab, heliqi o'tliq ko'zlar. Masxirlik kulimsirab turgan hayosiz ko'zlar ko'zlarimga tikilib turgandek bilinadi. O'zimdan nafratlanib, ashu xiyoliy ko'langilardan qutulmoqchi bo'laman. Ammo qutulolmayman. Sahib Jamol bilan Maryamning og'ziga tegmay, Faruq oq, Faruq ko'k deb ketishlari texmi judunimni o'rlatadi. Shunga ko'pincha vaqtimni ishxonada o'tkazaman. Faqat ishxonadala o'zimni xotirjam, bexatar sezaman. Quloq tubimda gitarning ohzori anglanmaydi. Ko'z oldimda g'alita, sirliq manzirlar chaqnamaydi. Faruqmu naqshi aytayotgan chog'dagi sehri kuchini yo'qotib, qizg'in, xushchaqchaq, sal suyuq, kitob o'qish, qalam tutishni o'lgidek yomon ko'radigan odatdagicha quruq so'lat yigitga aylanadi. Aksicha, Saud muallim bilan Akbar muallimlarning qomati birdila zo'rayib ketgandek bo'ladi. Menmi bir kunlarda o'shulardek haqiqiy o'qituvchi bo'la olsam edim deb orzu qilaman. Akbar muallim, siz kelgusida cho'qim yaxshi bir o'qituvchi bo'lib chiqsiz deydi. Ammo kelgusi degan chochlaring oqarganda deganlik. U zamonlargacha jahonda nima ishlar bo'ladiganligini, kim bor, kim yo'qligini Xudo biladi. Bu yerga mendanmi go'zal armonlar bilan nini kishilar kelibdikan. Hammasi uzun turmay taraf-tarafga to'zib ketibdi. Meni qanday taqdir kutib turyotdikin? Maktabning oldida boshqalar ko'yi qop deb ataydigan bir do'ng bor. Qish yezi shamol urib turadigan o'sha do'ng mening yana bir oromgohim. Yolg'izlikni xolab qolgan vaqtlarimda o'sha yerda paltorimga jim o'rnib elib, yiroqlarga qarab turishni yaxshi ko'raman. Pastdagi tuzlang dalidan o'rilayotgan muzdek shamolda toki mang'izlarim chimildab, ko'zlarimdan taramlab yosh oqqich turaman. Balkim sovuq shamolning xiyollarimni tushuniksiz qayg'u hasratimni uchirtib elib ketishini, ruhim, vujudimning boshqadan poklanishini orzu qiladigandiman. Kichikimdan tushuniksiz bir qayg'u hasrat menga hamroh edi. U go'yo men bilan tangli cho'ng bo'ldi. Nemishqidir yuragimni hasratga g'ojilaydi. O'tmishimdan, xiyollarimdan, reallikdan, hatto shodlik ichidan mu hasrat izlayman. O'zimcha soatlab, kunlab tugishib ketaman. U xuddi tumondek, tutqoq kasaldek o'tib ketganda bo'lsa, sababsiz xushallikdan teramga sig'may qolaman. Bir kuni gugumda orqamdan birsining "Ha, bu yerda ekansiz-ku" degan ovozi anglandi. Ishtik kaynimga burilsam, Faruq. U paltosining yoqasini ko'taryapti. Sochlari shamolda uchib turdi. "Nima deydim?" Undimidim. "Sizni izlayotqili na vaqt? Yotog'ingizdan, ishxonamni topolmay, texi birsi ep qochdimi deb ansirib edim." "Meni izlab nima qilatdingiz?" Yuraklarim do'pildab so'qib tursimu, ovozim to'ngli chiqdi. "Ajabo siz, texchi sezmay yuramsiz. Ba'zi gaplarim botdi. Sizlarning yotoq apsiz, biznikida paranglashayli. Kashti sizni saqlayman." U ketdi. Men uzoqqa turdim. Yuragim etilib chiqib ketadigandek so'qatdi. Ko'z oldimdagi barcha manzara yiroqlarga so'zilgan toshliq dala, shalon dal-daraxtlar, yolg'iz yerim uylar, zerikish, g'ayriblik tuyg'usi qo'zg'aydigan asfalt yo'l. U yer bu yerida dastlabki yulduzlar chaqnab turgan osmon gumbizi birdilla rangdor suratdek juloliq tus oldi. G'ulichimni kerib, o'shularning hammasini quchoqlab oldim. Qalbimda xeyli yillardan beri yig'ilib qolgan, buruqtirma bo'lib kelayotgan eng go'zal muhabbat so'zlarini varqirab turib aytib olg'um keladi. Shuning bilan tangla, ko'nglimning bir chetida kichikkina bir tuyg'u, ko'ngilsiz bir gumon g'ashligimni keltiradi. Qanday qilay? Gumonxo'rlik mening ko'ni kesilib, o'sha gumonxo'rlik tufayli ko'p ziyonmu tortdim. Nurg'un qizlar bilan aralashgan bo'lsam-mu, hech qaysisi bilan do'st bo'la olmadim. Odamlarning biriga qarsam undoq ko'ringan, biri mundoq.
Mana shu topdimi Farruqning kulishlari. Ko'zlarining ichida g'ilpol chaqnab qoladigan qandoqdir bir narsa qalbimga qop-qora ko'langi tashlab turdi. Demisimi, uningdek go'zallik, muhabbat uchun yaratilgan ko'ran yigitlarning mendek bir odamni yaxshi ko'rib qilishi mumkinmi? Ikkimiz go'yo o't bilan suv. U chiroylik, men sat. U obro'li oilaning erki boyvachisi. Men yetimlikda cho'ng bo'lgan yov qiz. U hamma odam yaxshi ko'radigan. Qizlarning orasida talashda qolgan. Hayotda hamma yo'llari ravon yigit. Men bo'lsam, o'stanga borsam, o'staning suyi qurib qoladigan talaysiz bechora. Tangshalmagan jahon. 23 yoshlik vujudimda gupildab so'qib turgan yuragim. Senmi odam, sevgi muhabbatda seningmi haqqing bor. Chiroylik bo'lmagining bilan senda chiroyli qizlarda tepilmaydigan taraflar bor. Ishkilanma, hech nimaga qarama, deb buyruq berdi. O'zim bilan uzoq elishdim. Farruqning yotiqi oldiga qochonlarda qandoqlarcha kelib qoldimkin? Eshikni chekish uchun qo'limni ko'tarib edim, ko'zim uning qop-qorong'u derisiga tushdi. U xuddi yirtqichning yo'g'on echilgan og'zi. Tushib ketganlikka odam parcha-parcha bo'lmay qolmaydigan tagsiz hong. Shu topda u qorong'uda karvetida yetib meni saqlayotdi. Eshikdan kirishimga quchoqlab olib karvetiga meni elib chiqdi. U mundaq ishlarga pishib ketgan. Qizlarning ippiti, ko'z yoshlari, bir umr baxtsiz bo'lib qolishi uning uchun hech gap emas. Ko'tarilgan qo'lim bo'shliqda esilib qoldi. Keynimga yondim. Yotoqqa qaytib kiribla, yotoqdoshlarimning sinchilab qarashlarini va ko'z urishtirib, qandoqdir imo ishoratlarini qilishayotganligini sezdim. Gap so'zsiz o'rnimni selishga boshladim. Uxlay olmasmanmikin deb o'ylagan edim. Nadikini? Birdamdala uxlab ketibdiman. Kechicha momomni tushib chiqibdiman. Darsdan baldurroq tushgan edim. Ishxonada birisining qaynab so'zlayotganligini anglab, ko'nglim bir narsani to'yg'andek qildi-da, eshik oldida to'xtab qoldim. Akbar muallim o'zining ovoziga o'xshamaydigan g'alitali bir ovozda so'zlayotdi. Ba, ajab qolchisiz yigitkansan, ha? Ikki ayolning oldida otgan laplarini amalga oshirish uchunla bir qizni qo'lga tushirmoqchi bo'psan. Amaliyat sen hozircha ko'tongni qisib, shahardagi jidal mojarolaringning oxirlashini kutsang bo'ladi. Aksicha, senda vijdon, nomus deydigan narsa bormi o'zade? Men senga deb qo'yay. Buningdan keyin uningga yomon niyat bilan yiqilish ko'yda bo'ldi ekansan. Mendan ranjima. Hay. Men ishkinglarni bu qadar deb o'ylamabdi ekanman. Sizlarmi ayol kishi-ku. Acaba sizlar bu ishning oqibatini o'ylamamsizlar? O bir ojiz qiz bola. Hammamizning uningga otadochilik qiladigan yo'limiz bor-ku. Binoni beshimga kiyib, ho'ngrab yig'ilganimcha yotoqqa chopdim. O'zimni karvatga bir tashlagancha 3 kun yotdim. Umrimda qilib boqmagan erkeliklarni qildim. Soyib Jamol bilan Maryam o'zlarining qilganidan o'yilib qilishdimikin, atrofimda cho'rgilab qilarga qiliq tepisholmaydi. Ular menga ishning bosh oxirini so'zlab bermoqchi bo'lishgan edi. Beshimni yotqonga purkib elib anglashni xohlamadim. Ular xiyolimni chalg'itish uchun menga Saud muallim bilan xotini to'g'risida nurg'un kulkilik paranglarni qilib berdi. Akbar muallimning ayoli bilan ap emasligi, ayolidan yiroqroq turish uchunla bu yerga kelib ishlashni talab qilganligi. Shunga shanba, yakshanba kunlarimi uyiga qaytmaydiganligini so'zlab berishdi. Bu so'zlar menga qattiq ta'sir qildi va menga o'z baxtsizliklarimni unutildirdi. Vujudimni Akbar muallimga bo'lgan hesdashlik chulg'ib oldi. Men hamma ishda uning tarafini oladigan, uningga yiqishga tirishadigan bo'ldim. Sohib Jamol, Maryam bilan bo'lgan munosabatimni yaxshiladim. Buning foydasini ham ko'rdim. Bo'libmi, Sohib Jamolning ko'ni darslik tezislari ishimni ko'p yengillatdi. Haris, men yangidan bir qur kostyum yopib tiktirdim. Kiyimlarimning tugmasining to'liq bo'lishiga diqqat qiladigan bo'ldim. Texi bir yakshanba kuni shaharga kirib chechimni budur qildirib chiqdim. Belimga tushadigan
yo'g'on ishga o'rim qo'ng'ir chechimni yerda yilondek to'lg'inib yotgan holatni ko'rib, ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Biroq aynakdan chochlari qisqa yositilgan, tiratlik, choqqan kiyingan yosh muallim qizni ko'rganimda yig'am kulimsirashga o'zgardi. O'rimchining uzun ham so'ralma qishi bizning bu yerlarga kelganda yana bir dapsinib hayvasini ko'rsatib elib mavdu. Aprel oylari o'tirilishib qolgan bo'lsa-mu, maktab binosining orqasida o'qituvchilar yotiqqa joylashgan ichkiri tashqari qo'runing taskay bo'lumlarida asli rangi ham shaklini yo'qotib, paskina, o'tmi to'shib konimizga o'xshashib qolgan qolduq qorlar ko'zga tashlanadi. Binoning qarshi tarafidagi yon bag'ridan so'qib turadigan muzdek shamol texi kishining yuzi, quloqlarini chiqib oladi. Anamay, manamoy deb yurgan kunlarda havo birdilla o'zgarib qor yog'di. Teraklarning potlisidek cho'nglikda lapildab tushayotgan qor hashpesh degicha qo'roni, yo'llarni, dalalarni ko'mib tashladi. Darsdan tushish qo'ng'irqa chelinish bilan tang, shovqin suran bilan o'zlarini sirtqa etib, qo'g'lishib, pomdaqlashib yurgan o'quvchilarining orqasidan talog'i yugurdim. Qorlari dasalmagan odamsiz chig'ir yo'lga tushdim. Oyog'im ostida qor yaqinlik g'irslaydi. Qor uchqunlari peshonam, nangzim, lavlarimga yaqinlik o'riladi va birdamdala erib yo'q bo'lib ketadi. Qo'llarimni uzitib, ajoyib nafis qor gullarining olqinim ustiga tevissiz qo'nishini va erishini tomosha qilg'ach ketib boraman. Osmon, yer, ko'z yetadiganlikka bo'shliq oppoq, insinsiz. Faqat qor uchqunlarla jahonni bir elib bir qirab to'zg'uydi. Ko'nglimni qor gullaridek toza, tinch, yengil. O'sha yengillik ichida yiroq, sirliq bir yerlarga ketsam deyman. Cho'qchiyib turgan do'ngda yo'l uchga ayrilib ketadi. Yo'llarning biri yaqin yeziga, biri etizlarga, yana biri texmu yiroq, noma'lum yerlarga ketadi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumliqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Yaraysizlar. Sizlardek o'qituvchilardan ko'proq bo'lgan bo'lsa, maktabni 2 yilda shahar bo'yicha namuna maktabga aylantirgan bo'ladi. Dadil ishlayveringlar. Pul xarjlashdan qo'rqmay, shaharga berib yangi kitoblardan elib chiqinglar. Hamma sohadan bo'lsa, bizning bolalarimizmi shahar bolalaridek xohlagan kitobni tepib o'qiy oladigan bo'lsin. Voy jinim saqqam, aqlingdan aylanib ketay. Mushtek turib mush narsalarni sensizdingmi? Ha bolam. Ko'rdingizmi singlim? Mening bu bolam zodi aqlliq. Boshqalarimga o'dib emas, lekin mushiniza cho'ng bo'lganda qanday katta odam bo'larkan deb ketdiman. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon. Ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin. Mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim. Nazoratchi Gulbahor G'upur.